Assalomu alaykum do'stlar. Men bitta narsaga juda ham xursand bo'lyapman. Odamlarimiz bora-bora premium sifatning farqiga borishyapti, premium sifatni qadrlashyapti. Xuddi mana shunday sifatni qadrlaydigan yana bir mijozimizni uylariga yetib keldik. Ularning ijodlari bilan tanishsiz. Ustozoda ijodkor Imonaxon G'ayrat va bugun kompaniyamiz mijoz sifatida eshiklarni tanlagan ekanlar. Biz ularning uylariga yetib keldik. Hozir ular bilan ikki og'iz qisqagina suhbat qilamiz. Interyer qanday bo'lgan, qurilishdagi qiyinchiliklar nimadan iborat, eshiklarni tanlashda nimalarga e'tibor berganlar. Hozir shular haqida o'zlaridan so'rab bilamiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamaysizmi? Kech qoldingiz. Nimaga? Bir soatdan beri kutaman. Uyingizni qidirib topolmadim. Uylaringiz zo'r chiqdi. Rahmat. Yo'q, tabriklaymiz. Juda ham chiroyli. Ishki interyeri zo'r. Ayniqsa eshiklari ko'zimni olyapti. Bu eshiklardan nur taraladi. Ha, boshqacha nima bo'ldingizmi kirishingizda? Birinchi sizdan nur taraldi, keyin bular. Keyin eshikdan. Mayli, unda yuring. Xo'p, kompaniyamizda eshik tanlagan ekansiz. Baribir o'zingizda uyni qayta remont qilish, o'zi umuman remont qilish bo'yicha baribir qiyinchiliklar o'tgan. Fikr bor. Tajriba ham bor. Tajriba ham bor. Eshiklarni tanlash bo'yicha tajriba bor. Hozir shularni ikki og'iz suhbat bilan shu sizdan fikrlaringizni olsak. Mayli, bo'lmasa o'tirib olaylik. Bemalol bo'lib, ketdik. Muborak bo'lsin uylar. Rahmat, yoqdimi sizga? Ha, interyer zo'r, ranglar zo'r, yumshoq ranglardan foydalangansiz. Dizayner bilan ishladingizmi yoki o'zingiz tanladingizmi? Dizayner bilan ishladim. Nimaga dizayner kerak? Chunki odam uyga kelsa dam olish kerak-da. Ba'zi uylarni ko'rganman, kiradi-yu, bosh og'rish boshlaydi qanaqadir. Boshqacha gulli, nimadir, kubik bo'lib yotibdi-da. Odamlar kirib dam olib uxlagisi keladigan yagona joy bu uy bo'lishi kerak o'zi. Shunga dizayner kerak bo'ladi deb o'yladim. Qarang, mana hozir aytyapsiz-ku, uyga kirganda inson dam olish kerak deb. Bu fikrlar qanaqa shakllandi? Kimdir aytdimi sizga? Ko'p sayohatlarda bo'lganimiz uchun gostinitsalarni ko'rganmiz. Qanaqadir gostinitsaga kirganimizda sokinlik, ya'ni yotgisi keladi odamni. Charchaganda odam boshqacha uyqusi keladimi, nimadir bo'ladi. Что nima uchun u yerda biz unaqa xotirjamlik sezyapmiz, nima uchun sokin bo'lyapmiz deb o'ylab ko'rdim-da, demak bo'ladi, mana bunaqa qilingan ekan, eshiklar bunaqa ekan, devorlar bunaqa ekan degan fikr paydo bo'lgan. Ko'p joylarga borganimizdan keyin aynan. Shu yorqin qanaqadir boshqacha-da, o'zim qilganman buni aka. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Savolim o'zi 47 ta savol tuzgandim sizga. Nima uchun? Sal ko'proq tuzdim chunki uyingiz chiroyli bezatgan ekansiz. Rahmat. Mayli, bemalol. Xo'p, navbatdagi savolim, qarang, mana o'zingiz uyni boshida tepasida turgan ekansiz. Qancha muddatda uy bitdi uy? 6 oyda. Shunaqa uzun bo'ldimi? Chunki orada qish bo'ldi, sovuq bo'lganligi hisobiga 2 oy dam oldik, pul yetishmovchilik ham bo'ldi, shuning uchun dam oldik yozga. Hali eshikka kirmaymiz, eshik mavzusiga to'xtalmasdan turib, qurilish borasida nima tavsiyangizni bera olasiz? Uy qurayotganlar, uyni ta'mirdan chiqarayotganlarga qanaqa tavsiyangiz bera olasiz o'zingiz tajribangizdan? Meni fikrim, o'zim shaxsiy, birinchi navbatda elektrni yaxshi qilish kerak, ichidagi elektrini, eshikni rostdan yaxshi qilish kerak. Mustahkam, chunki uzoq yil muddat xizmat qilish kerak, to'ppa-to'g'ri. Eshikni nimani yana polni qilsa yaxshiroq bo'ldi. Bu yog'ini mayli budjetga qarab qilsa bo'laveradi. Xo'p, endi byudjetga qarab qilmasa ham bo'ladigan jihati bormi remont? Ya'ni qanaqa? Masalan, eshik. Eshikka, lekin men tajribamdan kelib chiqib ayta olaman, eshikni haqiqatan ham budjetiga qaramasdan iloji boricha yaxshisini olish kerak. Chunki eshik, men shu remont qilish jarayonida shuni tushunib yetdimki, ya'ni eshikni ba'zida nima ishib ketar ekan, ba'zida namlik ko'tara olmaydi. Boshqacha eshik yopilmaydi, ochilmaydi, qanaqadir teshiklar paydo bo'ladi, shunaqa eshitdim. Keyin yo'q, uzoq muddatdagi bizga xizmat qilish kerak. Men chirib remont qilyapmanmi? Oxirigacha turib bersa, hech bo'lmasa 15 yil turib bersam bo'ldi. Shundan kelib chiqib, eshikni yaxshisini qo'yish kerak. Shu maqsadda Akbar H kompaniyasiga murojaat qilgansiz. O'zi qanaqa topdingiz ularni? Instagram orqalimi, kimdir tavsiya qildimi sizga? Yo'q, birinchi Instagram orqali topdim. Qarasam, to'g'risi narxlari sal to'xtadi dedim, qimmatroq o'xshayapti. Bilaman, premium. Ushlab ko'rmasangiz, yonida bo'lmasangiz, qanaqadir sifatini ushlab ko'rmasangiz, bilmas ekansiz-da. Videoda ko'rganingizda hamma eshiklarga o'xshagan bir xil eshikda, endi nima deysiz? Shu Rich deb qo'yibdi, endi nima debman-da boshida. To'g'risi shunaqa deb o'yladim. Keyin internetda ko'rdim, bormaymiz bu yoqqa dedim. Keyin bozor aylandik.
bo'lsa har xil eshiklar bor, har xillari borda eshiklarni. Eng katta xato shu yerda bo'lgan, bozor chiqqanimiz. Bozorga chiqqanim, boshim anaqa bo'lib ketgan. Eshik tushlarimga eshiklar kirib chiqishni boshladi. Nima sifati har xilda sifati. Ammo menga yoqadiganlari og'ir, qanaqadir boshqacha, nimadir bo'lib yotibdi. Keyin to'xtaylar, men Akbar ichga borib ko'raman. Borib ko'rdim, ushlab ko'rdim, haqiqatan ushlab ruchkalarni ko'rdim. Qarasam, rostdan boshqachada. Narxi o'rtasi ham, pasti ham, tepasi ham qanaqadir sifatli, rostdan sifatli. Ya'ni reklama emas aka bu. Haqiqatan sifatli bo'lgani uchun bularga murojaat qildik. Mayli dedim. Hamma yo'lni zo'r qildik, eshikni ham yorib yuborish kerak deb o'yladim-da. Eshikni tanlaganingizda hozir e'tibor berdim-da. Kimdir qanaqadir naqshlar bilan, masalan, neoklassika bo'lsa ham, lekin ko'proq o'sha naqshlari bilan o'sha qismlarini alohida ajralib turishini xohlaydi, lekin siz bir tekis eshik xohlasiz. Nima uchun? Hozir eshikka qarab, shunchaki qarab turing, qanaqadir odam dam oladi-da. Tekis qanaqadir. Hech qanaqa guli yo'q, hech qanaqa naqsh yo'q. Hozircha menga yoqadi. O'zi qarang, hozir sizni gapirgan fikringizdan keyin xayolimga keldi. Eshik mustahkam bo'lsin, lekin e'tiborni tortmasin. Shunda meni ko'zimni charchatmaydi demoqchisizda? Charchatmaydi, haqiqatan. Charchatsa bo'lmaydi uje. Chunki eshik ko'p narsani hal qiladi. Uyda asosiy detalda uy. Eshik ko'zi charchamaslik kerak. Hozir ijodkorimiz uyga kelib dam oladigan yagona joy eshik bilan bog'liq baribir. Uydagilar aytishmadimi? Nega bunaqa oddiy, ya'ni ko'rinishidan oddiy bo'lgan bir tekis eshik tanlading deb? Shunaqa bo'ldi boshida, nimaga unaqa oddiy, nimaga ham gulli qilamiz, hech bo'lmasa undan hoshiyasi bo'lsin, nimasidir bo'lsin, yo'q dedim. Keyin men o'rnatib bo'lgandan keyin ko'radi-ku, ko'rgandan keyin o'zi boshqacha fikrda, haqiqatan ham boshqacha bo'lgan. Boshqa uylardan boshqacha bo'lganda. Eshikni kim tavsiya berdi? Mana shunaqa yoki o'zingizdan-a bu yoki dizayner eshik, lekin o'zimdan dizayner bunaqa nimadirlar chizgan edi. Baribir nimadir bo'lsin deganda, keyin pul olyapti, nimadir qo'shib berganda. Qo'shib bergan. Qo'shib bergan, keyin yo'q dedim. Umuman hech narsasi bo'lmasa-chi, chunki oldin eslayman, yoshligimda shunaqa hech narsasiz eshiklar bo'lardi domda. Boshqacha bo'lardi, xotiramda qolgan ekan shu narsa. Hech narsasiz bo'lsin, zo'r bo'lsin dedim. Haqiqatan zo'r bo'ldi. Nechta eshik oldingiz? Tak. 1, 2, 4 ta eshik oldim. 4 ta eshik oldingiz? 4 ta eshik oldim. Yaxshi, hammasidan ko'nglingiz to'q. Hammasidan ko'nglim to'q. Kompaniyani tanlashingizga 3 ta sabab ayting, qisqa aniq. Sifatli bu birinchi o'rinda, sifatiga javob beradi, servis xizmati ham haqiqatan ham zo'r. Ikkinchisi, bu xohlagan dizayningizda chiqazib bera oladi. Hech ikkilansiz. Ya'ni interyer har qanaqa bo'lsa ham tushadi demoqchisiz. Har qanaqa eshik interyer agar siz ularda bo'lmagan taqdirda ham siz agar rasmini ko'rsatsangiz, ular uchun muammo emas. 15 kun, 20 kunda qilib berishadi. Uchinchi sababi kafolat o'z vaqtida yetib keldimi? O'z vaqtida yetib keldi. Biz ko'rdingiz, o'zim gapirmasam bo'lmayapti. Bo'lmayapti. Topol. Endi nima deydi? O'zi aslida Akbarich mana o'zi ko'rib turibsiz, tanlaganimdan boshqa anaqasi yo'q. Izoh shart emas. Uyga mehmon kelishdimi, mehmonlar? Mehmonlar kelishdi, eshikni boshqacha munosabat, boshqacha xuddi ana deydi, biz umra safariga borganimizda shunaqa eshiklar qo'yilgandi, cho'tadi, bu jamoat. Eslariga tushgan. Eslariga tushib, sifatli boshqacha ekan, eshikni ochib yopib ko'rdi, og'ir bilinadi-ku baribir. Videoda boshqacha ko'rinishi mumkin, o'rtoqlar, lekin ushlab ko'rsanglar boshqacha eshiklar ular. Buning uchun borib, showroomni o'ziga borib tanlash kerak do'stlar. Shunchaki videodan aytganlari to'g'ri. Shunchaki videodan, Instagramdan ko'rib turib, chetdan baho berishni men sizlarga tavsiya etmayman. Siz ham tavsiya etmang shuni. Tavsiya etmayman, chunki bizlar rosa bozor aylangan odam sifatida, bitta joyda bekordan vaqtingiz ketadi, birinchidan. Yo'l kiraga ham pulingiz ketadi, benzin ketadi. Undan ko'ra, shuni Akbarichga boring, ushlab ko'ring, bo'ldi, o'zingiz bilasiz. Bu eshiklardan boshqa uyingizga eshik yaxshi tushmasligi. Yashang. Sizga rahmat. Rahmat. Uyingiz uzoq yillar xizmat qilsin. Ijod insonisiz baribir. Mana shu ijodkorning uyi baribir seziladi, sokinlik bor. Miyani ortiqcha qiyin. O'zi shundoq ham kun davomida miya ijod bilan qiynaladi. Uyga kelganda aytganingizdek, ozgina dam olish kerak, ozgina tin olish kerak. Mana shunaqa gaplar o'rtoqlar, eshik kerak bo'ladigan bo'lsa, agar bemalol kompaniyaga murojaat qilishinglar mumkin. Pastda Telegram, Instagram manzillarimizni qoldiramiz. Siz ham tavsiya etasizmi? Albatta, Akbarichga kelinglar, sizlar o'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rmasanglar, menga o'xshab Instagramdan o'zingizlarcha xulosa chiqarib o'tiraverasizlar, ya'ni bo'lmaydi, bo'ladi deb.
Shuning uchun klip borib ko'rish kerak. Bozorda ham yuribsizlar Yashang. Taklif qilganingiz uchun sizga rahmat. Rahmat. Mehmon qilganingiz uchun rahmat. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Xo'p. Biz sizlarga o'rtoqlar mukammal taklif beramiz. Biz siz istagan o'lchamda, siz istagan dizaynda va siz istagan mukammallikda eshiklarni tayyorlab beramiz. Akbar Rich, ko'ngil tinch. Qalb tinch, sokinlik, muhabbat.